ku. Assalomu alaykum. Bugun Roblox o'yinini qamoqxonadan qochish qilamiz. Behruzbek bilan birgalikka qani keting. Men birinchi o'ringa boramanmi, Behruzbek birinchi o'ringami? Yugurdik, Behruzbek, yugurdik, chopamiz. Zangillaymiz. Qani men eshik derazani oldiga keldim. Qani sen ko'rinmay qolding. Men ichkariga kirib ketdim. Behruzbek bilan birgalikka. Behruzbek, qara, chiqdingmi? Qarab kelayotgan, qayerga ketib qoldi. Ya kelyapti, qoch, kelyapti. Yugur. Qani sakrab o'tamiz. Hoppa! Yappa! Ya tushib ketuvding, sal qolding. Oy, qiz, qochi. Bu qiz chakamaganmi? Qiz chiroyli qiz chabagan. Ha, sakraymiz. Qaynotangga aytib beraman. Yuguramiz, kiramiz. Qani, Behruzdan oldinga yugurib. Musobaqa o'ynadi. Tushib ketdim. Ichiga olov. Behruz keldi. Behruz keldi. Yugur, sakra. Sak tushib ketasan, yugur, kalt olamiz. Eshik buzamiz. Yuguramiz. Kalt, Behruz kelib qoladi. Qani. Kaltni tashla. Yugur. Qorinboy, kelmay tur. Men qo'plab olay. Qorinboy kelib qoldi. Ha. Tutolmaysan tog'ajon. Ha. Sardor quvib kelyapti. Ha, Sardor, tutolmaysan dedim sana. Yugur. Hoppa, sakraymiz. Qani. Bir bor ekan, yo'q ekan, Sardor degan odam bor ekan. U qamoqxonaning boshlig'i ekan. Qaynotasi har kuni uni azoblar ekan. Chunki ichkiga Sardorjon qamoqxonaning egasi. Uyiga borgandan keyin xotini xo'jayinlik qilar ekan. Qani yuguramiz, qani. Qadim zamonlarda Sardorjon xotinidan qo'rqqanidan telefon qildi Karomat xola. Karomat xola, kelinni oti Karomat xola ekan. Karomat xolajon, qani yuguramiz, chap kiramiz. Behruz yaqinlashib qoldingmi? Izmaketimmi? Davay poygada birinchi o'ringa osh, 1 kilo oshdan yari. Men dedi, agar dedi sizga dedi 3 kilo osh olib beraman dedi. O'zbek oshidan yemoqchi bo'lsanglar, Roblox kanali o'yinimizga kirasizlar. Sakrab o'tamiz. Qani bu yerdan hoppa, yop, sakraymiz, yuguramiz. Behruzga qancha qarab olaylik qani? Behruz holicha ko'rinmaydi. Sardorjon, xotinidan qo'rqqanidan davshi chiqmay qolgan Sardor qaynotasidan shatta yebdi. Qaynotasi har kuni uning qulog'idan cho'zar ekan. Har kuni xotini uning kaltaklaganidan chidolmagan Sardor oxiri boshqa xotinga uylanaman. Behruzga qanday o'tiladi? Yuguramiz, chopamiz. Sardorga ham bitta qarab olishimiz kerak. Orqamizga kim beryapti? Qani, orqaga bitta qaraylik. Va, o'ylab qoldim Sardorga kelyaptimi deb qarasam. Va, yuguramiz. Qani. Holicha hech kim kelaydigani yo'q. Orqamizdan tosh o'tib ketdi. Bir sira yiqilib tushdik. Orqamizga qaraymiz deb yuguramiz. Qani qochamiz, shu yerga paylab o'tiramiz. Burchakroqqa tutamiz, shu yerga o'lib qolding o'zi. Bu Robloximizning nomi Sardorjon. Sardorjon endi mana tepaga chiqadilar. Qaynotalari qamoqxonaga qamab qo'ygan Sardorbek endi mana bu yerdan litsenziyaga yugurib boradilar. Yuguramiz, Sardor aylantiramiz, qo'shamiz. Qani. Baqaloq, tutolmaysan baqaloq, ichetala chaqaloq, tutolmaysan baqaloq. Qani, yuguramiz, baqaloq. Yuguramiz, sakraymiz, chopamiz. Yana bitta davush, ovoz yo'q, ovoz o'chsin. Yuguramiz, baqir chaqir qilmanglar. Yuguramiz. Qani, asta ovozlaring chiqmasin. Qani, yuguramiz, sakraymiz. Zina poyaga chiqdim. Behruz yeta olmadi menga. Ana bu Sardorbek. Men Sardorman. Xotinimni urganim uchun qamoqxonaga qamab qo'ygan qaynotam meni tuta olmagandan qochib ketamiz. Yugurib kelib, qorqa energiyasi kim qolib ketdi. To'xta. Odam emas ekansan ko'zi. Ichib ol. Qani, ich. Energiyasi kim? Davush. Sen shu davush. Yuguramiz, sakramiz. Chopamiz, yuguramiz, qani. Aroq ichib olgan Sardor yugurishidan qochgan. Bu energiyski deb o'ylagan Sardor aroq ichgan ekan. Yuguramiz, qani, chopamiz, chat ana yugurib kelib oldik zinaga. Deb ovoz chiqib ketdi. Yuguramiz, qani. Tezlash 2 kilo osh Sardordan bugun, Behruzdan 2 kilo osh bor.
qayoqqa borilardi mana shu qamoqxonani mana shu yerida menimcha yo'q mana bu yerga bo'lish kerak adashmasam mana bu yerdan eshikni ochamiz-da mana bu kinovkani qo'shamiz lisenziyani olamiz o'g'irlaymiz qochamiz qamoqxonadan odamlar kelib qolmasligi uchun yugurib boramiz qani mana eng qiyin joyim mana shu yerdan qochib ketish eng ko'p bora mana shu yerda yiqilib qolaman tashlaymiz litsenziyani ustiga chiqamiz qani yana bitta chiq endi mana ochamiz eshikni Sardorjonning qaynotasi ushlab olmasin Sardorjon dalaga olib ketib qolgan qizni qaynotasi kelib qolib qani yugur ovozlaring chiqmasin yuguramiz qani chopamiz pechkani qo'shib qo'ysanglar bo'lmaydimi yuguramiz qani Ali kirgansanmi Ali xo'sh qani yuguramiz qani yappa o ana shulardan ko'p yiqilaman lekin ko'proq yiqilamiz sakraymiz qani birinchi boshlariga men o'ynaganimda ana shulardan ko'p bor yo o'tolmay Sardor o'tolmading Sardor sakra baland sakra qani non yegansanmi davay tushib ketdim shu yerga ham tushib ketasanmi qanday bachasan Sardor voh biladi Robloximizning nomi Sardor qani davay yuguramiz Sardor bu qamoqxonani 5 qo'ldan bilgan kunda har kuni qaynotasi urgan qaynotasi qamoqxona egasi bo'lgani uchun qamoqxonaga har kuni olib keladi-da ishlatadi bu teshiklarni hamma yerini bilgan Sardor qocholmasligidan hamma joylarni ko'zini yumib o'tib keta oladi lekin ba'zida chuqurlarga ham tushib ketadi mana bu yerga viltin bor qo'shamiz viltindan endi yugurib ketamiz sakraymiz qani yugurib boramiz endi mana bu takdan borib turib viltinni qo'shamiz yuguramiz Sardor Behruz ketib qolmasin Behruz bilan qamoqxonadan qochgandan keyin Sardor 3 kilo osh olib berish kerak menga ikkov garovlashdik 3 kilo osh ovozing chiqmasin yuguramiz doshing chiqmasin yuguramiz yozyapti yuguramiz qani mana bu yerga bitta vintin qolgan ustunga pechkani qo'shib ber ustunga o'ltirib eshikni qamab qo'yinglar qani o'ldi nima bo'ldi endi pastga tashlayman tepadan boraman ana endi tepadan keldi shu yerga kelib yiqilarsanmi ey Sardor qandoq bachasan sana ovozlaring chiqmasin yuguramiz chopamiz qani Behruzjon shu yergamisan yuguramiz sakraymiz qani yugurib ovozing chiqmasin voy men hole ventilyatsiyaga yetib keldim men qani yuguramiz baqaloqni oldidan shunday kirib o'ng tomonga nima bor o'zi aynani qo'shayotgan joy bor o'sha joyni qo'shib kelasiz keyin litsenziyadan to'g'riga keyin u ushlab olgan pullar litsenziyadan to'g'ri litsenziya bor sakraymiz o'sha litsenziyani ustidan sakrab o'tasiz sakraymiz qani yuguramiz Behruzjon tepada rechotka yo'q yo'q uni shunday kelish bilan o'ng tomonga o'tish kerak shunday chap tomonga kirayotgan joy bor ochiq joy bu o'sha yerga keyin xuddi bir kemani nimasida o'chirilayotgan joy borda o'shani o'chirib qo'yish kerak ana power oshxonaga yetib keldim men power akamiz kapil ko'tarib o'tiribdilar bu powerni oti kimdir bu bu powerni oti Ali degan power ekan Alijon meni tutolmaysan Alijon ushlab miltiqni oldi yo'q kallamga bitta soldi qoch shu yerdan o'tib olay men seni ko'zingni ko'rsataman hozir Ali men seni o'ldirib tashlayman hozir mana Ali ha qamoqxonadan chiqolmay qisilib qoldingmi qorning kattalik qildimi ha o'ldirdim mana senga endi qochamiz endi lazerga qarab boramiz yuguramiz qani asta boramiz videoning tagida bir dona like va podpisatsiya qo'ng'iroqchasini bosib qo'yasizlar degan umidamiz bizlar endi lazerga qarab yuguramiz qani ketdik yo'q bu yerda lazer emas yaxmalay joyimiz bor qamoqxonani Sardorbek ko'p bora qochganlar uchun hamma narsani bilib olganlar endi qurolni tashlasak ham bo'ladi bu qurolni ham tashla endi yuguramiz qani chopdik endi Sardorbek bu qamoqxonadan ko'p bora qochganlari uchun qaynotalari uchun yana qamoqqa tiqib qo'yganlari uchun yana kirgizib berdilar qaynota va kelin degan o'yinimiz bor qani endi lazerga yetib keldik lazerdan ko'p bora sakraganlar o'zlari vintillarni to'g'irlaganlar qani yuguramiz qani sakrab oldim qayerga keldingiz Ali
Yuguramiz. Alan desa odamdan o'tolmasdi. Sakrab oldim. Men уже kattakonning oldiga keldim, yaqinlashib qoldim. Boshqalardan birga olib kelamiz. Hozir o'yinimizni yozib olayotganimiz uchun hech narsa qoladi. Bu yerga Alijonbek ukamiz bilan bahs bo'langan Sardor Behruz o'yinchimizning nomlari Sardor. Uchalamiz bahs bo'yladik. Bizlar 3 kilo osh olib beradi. O'zbek oshidan 3 kilo olardi. Men 1984-yilman. Besim 200 kiloga yaqin. Men o'zim 3 kilo oshni yeb beraman. Sizlar qancha osh yeysizlar, kommentariyaga yozib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Va bu yerdan qurolni olib, uni qo'liga qarab otamiz. Yaxshi bo'ldi. Qurolni avvalroq berdi. Uni qo'liga otamiz. Davay. Juda tez ishlayapti ishkamiz. Ishkamiz tez ishlaganiga evaziga qo'liga qarab otaveramiz. Qo'liga otamiz. Uloq menimcha bitta qo'lni uzdim. Bitta qo'lni uzdim adashmasam. Otamiz. Qani. Va ishkamiz juda tez ishlab ketyapti. Sekinlashtiramiz endi. Qo'liga qarab otamiz. Davay. Qarang bo'ldi. Endi bu yerdan qochib, qamoqxonadan qochamiz. Endi mashinaga minamiz. Yugurib kelib mashinaga. Qo'sh. Yo'qotda olimda uni aytamachi. Nimadan? Yo'qotda olim. Yerto'la qo'yibman. Yo, boyagi o'sha birinchi lizing nimalardan o'tgandan keyin nima bo'ldimi? Ha. U nimadan ko'prikdan tur nimadan litsenziyasidan chiqib bordingizmi, Ali? Ha. Hozir. Ana o'shani energetskini ichish kerak. Energetskini zeyda bosamiz, sakrab chiqadi bu yerdan. Bu yoqqa tushib qoldi. Qarang, bu yoqqa o't. Sakraymiz. Energetskini ichish kerak. Nima ustidan litsenziyasidan ustidan chiqib, yana tushib ketdi bu yoqqa. Chiqib bu yoqqa tush. Yuramiz. Taxta ko'prikdan o'tolmayapman. Taxta ko'prikdan o'tishga nima qilasiz? Qaraysiz u yerga. Ot qursin. Bittasi sinayotgani boradi, unisi birdan shoshilmasdan o'sha sinib turgani bor. O'sha sinib turgandan o'tib, Behruzjon, mendan 3 kilo osh qarz bo'ldingiz. Ura! Men Behruzni yutdim, chempion bo'ldim, 3 kilo osh. Endi hozir boshqalardan qo'shilib o'ynaymiz. Ali